ehson qilaman dotuzdilar. Hozir shuni o'ylab o'tiribdilar deyman. Oke? Aya qarang, nima bo'ldi? Ne unaqa o'tiribsiz, g'amgin, siqilib. Tinchlikmi? Ukam boya menga telefon bo'ldi, bilasanmi nima deyishdi? Ro'zg'or so'ramayapti. 4 ta dona tuxum, 2 ta dona buxonkinon so'rayapti-da. Men o'shalarga yordam qila olmadim, borib, shundan men afsusdaman, borib. To'xtang, Oke, to'xtang. Mana qarang. Siqilmang bo'ldi, oke. Nima deysan, yordam qilamizmi? Bo'ldi, shunaqalarga yordam qilasizmi, oke? Qo'lingizdan keladimi? Qiynalgan, nochor, boquvchisi yo'q odamlarga yordam qilmoqchiman. Mana shu pastdagi raqamga telefon qilinglar, qo'ldan kelgancha yordam qilaman. Maksimalli mana shu videoni tarqatinglar, qiynalgan odamlar ko'rsin, yordam qilamiz xudo xolasa. Yordam olmoqchi bo'lganlar mana shu videoga obuna bo'lib qo'yinglar, yo'qotib qo'ymaslik uchun keyinchalik yana yordam kerak bo'lib qolsa topib olasizlar. Salomat bo'linglar.